Ta'lim tizimida jadal islohotlar nafaqat dars jarayonini modernizatsiya qilmoqda, balki pedagoglar va o'quvchilarning faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Davlat tomonidan yaratilgan sharoitlardan unumli foydalangan ustozlar va bilim olishga intilayotgan yoshlar soni kun sayin oshib bormoqda. Bu jarayon Chortoq tumanida ham o'z ifodasini topyapti. Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 45-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi shu yangilanishlardan faol foydalanayotgan maskanlardan biri hisoblanadi. Maktabimizda 70 nafar pedagog, 25 nafarga xodim faoliyat yuritayotgan bo'lib, 70 nafar pedagogning 25 nafari oliy va birinchi toifani tashkil etadi. 70 nafar ustozlarimizdan 13 nafari xalqaro sertifikatga, 5 nafari esa milliy sertifikatga ega bo'lib, $1200 maoshga egadirlar. Jumladan o'zim ham o'tgan o'quv yilida direktorlar uchun joriy qilingan menejer sertifikatiga o'qib kelib, yuqori ballga erishib, hozirda $1000 dan oshiq oylikni olib kelmoqdaman. 2025-o'quv yilida ko'p muvaffaqiyatlarga erishdim. Yanvar-iyun oylarida bo'lib o'tgan attestatsiya jarayonlarida 96 ballni qo'lga kiritib, 70% ustamasiga ega bo'ldim va o'z fanim ingliz tili fanidan xalqaro sertifikat sohibi bo'ldim. Hozirda $1000 dan oshiq maosh olyapman. Albatta bu natijaga erishishim oson bo'lmaydi. Buning zamirida ulkan katta mehnat yotibdi. Pedagoglar darslarni interfaol metodlar, guruh ishlari va amaliy mashg'ulotlar bilan boyitib, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, diqqatni jamlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirmoqda. O'quvchilar esa yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda nafaqat fan bilimlarini mustahkamlash, balki muloqot madaniyati, o'zini ifoda etish, analitik fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirmoqda. 2026-yilning yanvar oyida ingliz tilidan sertifikatni qo'lga kiritdim. Bu yutug'im zamirida o'qituvchilarimning menga bergan bilimlari, ota-onamning yaratib bergan sharoitlari turibdi. Men bo'sh vaqtlarimda hozirda ingliz tilini yanada chuqurroq o'rganmoqdaman. Mening hozirgi kundagi eng katta maqsadlarim ingliz tilini yanada chuqurroq o'rganish va kelajakda yurtimiz iqtisodiyoti va ravnaqiga katta hissa qo'shish. 2025-yilda davlat investitsiya dasturi asosida maktab hududida qurilgan qo'shimcha bino ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga, zamonaviy sharoitlarda bilim olish imkoniyatini kengaytirishga hamda o'quvchilarning individual salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Prezidentimizning 2020-yil 13-oktyabrdagi 4860 sonli qarori ijrosida maktabda inklyuziv ta'lim joriy etilib, hozirda 3 ta sinfda maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiya olmoqda. Ular bilan ishlayotgan pedagoglar belgilangan tartibda ustama to'lovlari bilan rag'batlantirib borilmoqda. Natijada 45-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi misolida ta'limdagi islohotlardan samarali foydalanish, pedagog va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy yutuqlarini shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar yaqqol namoyon bo'lmoqda.